Assalomu alaykum ustozlar. Men Toshpo'latova Iroda butun respublika logoped va defektolog ustozlarni attestatsiyaga tayyorlov guruhi asoschisi. Sizlar bilan bugun biz o'tkaziladigan seminarimizda motor alaliya va sensor alaliyani nazariy va amaliy jihatdan to'liq batafsil o'rganib chiqamiz. Hozirgi lavha orqali siz bosh miya nutq markazlari, aynan Brokko va Vernike markazi haqida gaplashamiz. Ushbu markaz orqali biz siz bilan sensor alaliya, motor alaliya qachon paydo bo'ladi degan savollar, unda qanday belgilar bor? Motor alaliya bilan sensor alaliyani biz qaysi jihatlarga ko'ra bir-biridan ajratib olamiz? Shu haqida gaplashamiz. Bosh miya nutq markazlari. Aynan bizda bosh miyamizda ustozlar chap, chakka, peshona, orqa peshona bo'lagi bu Brokko markazi hisoblanib, nutq chiqarish markazi, og'zaki nutqga javob beradi. So'zlarni to'g'ri aytish, nutq harakat markazi, Brokko markazi chap, chakka, peshonada joylashgan bo'lib, nutq harakat markazi, gapirish markazi. Agar bizda Brokko markazimiz zararlansa, og'zaki nutq chiqmay qoladi. Ya'ni og'zaki nutqimiz chiqishiga nutq harakat yetishmay qoladi. Bunda rejalashtirish, moslashtirish, motor harakatlarda qiyinchiliklar bo'ladi. Brokko markazi zararlansa, motor alaliya, motor afaziya kelib chiqadi. Brokko markazi chap peshona nutq bo'yicha dominant markaz, nutq chiqarish markazi. Endi Vernike markazi nutqni tushunish, o'zgalar nutqini tushunish, uni idrok qilish, uni analiz sintez qilish markazi hisoblanadi. Ya'ni so'zlarni tushunish markazi. Vernike markazi chap chakkada joylashgan bo'lib, demak Vernike markazimiz zararlansa, ustozlarim, so'zlarni tushunish, ularni farqlash buziladi. Vernike markazi. Assosiativ zonalar, bog'lash bu, masalan, Brokko markazi bilan Vernike markazini assosiativ zonalar orqali bog'lanib, bu zonalar buzilsa, tasvir va so'zni uyg'unlashtirish buziladi. Masalan, bog'lash va fikrlash buzilib qoladi. Olma so'zini eshitadi, lekin miyasida olma haqida tasavvur uyg'onmaydi. Ya'ni u olmani olma deb eshitsa ham olma haqida gap ketayotganligini tushunmaydi. Mana shu narsa. Vernike eshitadi, eshitgan narsasini analiz sintez qila olmaydi-da, tushunmaydi. Brokko bu nutq harakat markazi, o'zgalar og'zaki nutq bo'yicha javobgar markaz. Mana chap chakka peshona nutq bo'yicha dominant markaz Brokko markazi, motor alaliya, motor afaziya. Chap chakka mana quloq atrofimiz Vernike markazi, o'zgalar nutqini tushunish markazi hisoblanadi. Agar qarang, Vernike zararlansa tushunmay qoladi, Brokko zararlansa gapirmay qoladi. Mana gapirishga javobgar, bu tushunishga javobgar. Oddagina tushuntiryapman. Tushuntira oldimmi ustozlar? Peshonada Brokko nutq harakat, nimada? Qulog'imiz atrofi chap-chakkada nutq eshitish markazi. Xo'p, davom etamiz. Mana qarang, motor alaliya va sensor alaliyani qisqa mana bu rasmlar orqali yanada qulay tushuntiraman. Biz qanday farqlaymiz? Motor alaliya tushunadi, lekin gapira olmaydi. Chunki nutq harakat zararlandi, Brokko markazi. Motor alaliya tushunadi, lekin gapira olmaydi. Brokko markazi shikastlangan bo'ladi. Bosh belgisi hammani tushunadi, lekin imo ishorada gapiradi, jest qiladi, imo ishora qiladi. Ichki nutq zo'r, ichki so'z boyligi yaxshi, hamma tushunadi. Nima qiladi? Faqatgina u tashqariga og'zaki nutq qilib chiqarib bera olmaydi. Nutqi imo ishoralar tushunarsiz tovushlardan iborat bo'ladi. Motor alaliya gapira olmaydi. Motor alaliya muammo nutqni ijro etishda.
Sensor alaliyada muammo nutqni idrok etishda, ya'ni tushunishda. Sensor alaliya tushunmaydi. Mana sensor alaliyani nutqi u tushunarsiz. Bidir gapiradi, lekin uning gapini hech kim tushunmaydi. Tushunyapsizmi? Xuddi mana xalq tilida saqov bolalar deb qolamiz-ku, ba'zida tushunmaydi. O'zi boshqalarni sizning gapingiz ham ularga tushunarsiz shovqindek tuyuladi. Chunki sizning nutqingizni u tushunmaganligi uchun ham tushunarsiz shovqindek tuyuladi. Atrofdagi narsalarni ham tushunmaydi, lekin eshitadi. Bunga sabab u eshituv organi sog'lom, faqat eshitgan narsasini tushunish, analiz, sintez qilish markazi, Wernicke markazi zararlanganligi uchun ham unda mana shunday tushunmaslik muammolari bor. Masalan, bosh belgisi eshitadi, lekin tushunmaydi, ma'nosi yo'q gap. Har xil mana nimalarda nutq chiqaryapti-yu, lekin uni tushunib ola olmaysiz. Sizning gapingizni tushunmaganligi uchun siz bilan sizni gapingizni oxirigacha eshitishni istamaydi, u siz bilan muloqot qilishni xohlamaydi. Sababi u sizni tushunmaganligi uchun sizning gapingiz tushunarsiz shovqindek tuyuladi. Sensor alaliya eshitadi, lekin tushunmaydi. Wernicke markazi zararlandi. Motor alaliya tushunadi, lekin gapira olmaydi. Mana motor alaliya mana shunday tushunadi, lekin gapira olmaydi. Bunda bosh miyaning nutqni harakatga keltiruvchi Broca markazi. Bola atrofdagilar gapini juda yaxshi tushunadi, buyruqlarni bajaradi, ko'zlari ma'noli bo'ladi, ya'ni ko'z kontakti bor bo'ladi. Bola gapirmadi deb siz uni autizm deb o'ylamang. Bolada ko'z kontakti bo'ladi. Bola gapirishni biladi, lekin o'zi kelib so'zni aytishga, tilini qanday gap qimirlatib tovushlarni birlashtirishga qiynaladi. Nutqiy apraksiya qiynaladi. Nutqi bola ko'proq imo-ishora jestlardan foydalanadi, tushunarsiz tovush birikmalari orqali muloqot qiladi. Sensor alaliyani eshitadi, lekin eshitgan narsasini tushunmaydi. Masalan, qarang, o'tir desangiz ham tushunmaydi, tur desangiz ham yoki bo'lmasam olmani olib kel. Borib menga bitta yostiq olib ket. Tushunmaydi, sizga qarab turaveradi. Deraza, oyna, maktab, kitob desangiz tushunmaydi. Masalan, qarang, bu tushunmagani bilan bunda tovush chiqadida bidir tushunarsiz nutqda gapirishga harakat qiladi. Sensor alaliya, motor alaliya tushunadi-yu, lekin gapirmaydi. Imo-ishora qiladi, jest qilyapti. Mana shu tushunmasa ham borib menga 2 ta ruchka olib kel, xolodilnikdan 4 ta piyoz olib kel yoki bo'lmasam shkafni ichidan qizil rangli koftangni olib kel desangiz u tushunadi. Sensor alaliya tushunmaydi, motor alaliya tushunadi. Bosh belgisi sensor alaliyani bolaning jismoniy eshitishi butunlay sog'lom, biroq u eshitayotgan insoniy nutqni xuddi o'zi tushunmaydigan chet tili kabi qabul qiladi, tovushlarni ma'noli so'z sifatida ajrata olmaydi. Nutqi bola o'zi mustaqil ravishda ko'p gapirishi mumkin, lekin uning gapi ma'nosiz tovushlar to'plamidan iborat. So'z salati iborat. Ko'pincha o'ziga aytilgan so'zni ma'nosini tushunmay, xuddi to'tiqushdek qaytaradi. Ya'ni sensor alaliya tushunmasa ham bidir mantiqsiz, ma'nosiz gapiradi va sensor alaliya eholaliya qiladi. Ya'ni o'zi tushunmasa ham sizni gapingizni to'tidek aks sadodek qaytaradi. Isming nima? Desangiz sizga qarab isming nima deydi. Mening ismim Javohir deb ayt desangiz, u mening ismim Javohir deb qo'ymaydi. Mening ismim Javohir deb ayt deb to'liq gapingizni takrorlaydi. Mana bu rasmda nimani ko'ryapsan desangiz, masalan, olmani rasmini ko'rsatyapsa, u sizga olma deb qaytarmaydi. U sizga yana xuddi shunday aytadi. Mana bu rasmda nimani ko'ryapsan deb qaytaradi. Chunki u tushunmaydi. Gapingizni to'tidek aks sadodek qaytaradi. Motor alaliyada muammo nutqni ijro etishda, ya'ni gapira olmaslikda. Sensor alaliya muammo nutqni idrok qilishda, tushunmaslikda. Ustozlarim, tushunarlimi? Demak, siz bilan motor alaliya, sensor alaliyani qisqacha ta'rifini berdim. Siz, men o'ylaymanki, bugungi seminarimiz orqali juda ham ko'p bilimga ega bo'lasiz. Nazariya bilan amaliyotni birlashtirib
Mana shu bilimlaringiz orqali juda ko'p bolalarni nutq nuqsonda bo'layotgan kamchiliklarni bartaraf etasiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Iroda Toshpo'latova jamoasi bilan attestatsiyada, nafaqat attestatsiya, ish jarayonida kerakli bilimlarni egallab, biz bilan yodlash orqali emas, tushunish orqali oson o'rganing.